Assalomu alaykum. Men BBC rahbariman. Hamma onalarimizni, masterlarimizni ish soatlari bilan qiziqishadi. Keling, sizlarga ish soatlari va masterlarimizning faoliyatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bizda bu oyda ertalabki smenda Bonu va Malika masterimiz ish faoliyatlarini olib borishyapti. Ularning ish jarayonlari bilan bo'lishamiz. Bonu masterimiz hozir nima bilan bandsiz, Bonu? Gimnastika, LFK mashg'ulotlari bilan yaxshi natija beradi. Bizda massajdan oldin LFK mashqlarini qilib borishadi. Bu massajga yana ham effektli chiqishiga yordam beradi. Keyingi masterimiz Malika. Malika masterimiz qaysi patsientingizni qanaqa diagnoz bilan massaj qilyapsiz? Bu Sadyani dispaziyasi bor edi. Уже 1 yoshga to'ldi. Yurishga, emaylashga LFK bilan massaj qilaman. Nechinchi kursi? Menda уже 2-kursi. Ikkinchi kursi. Bu Sadya patsientimiz kelganlarida harakati yo'q, emela olmasdilar. Уже 1-kursi 3-kunida emelab ketdilar. Endi yurishga olyaptilar. Mana hozir Sadyani oylaridan живой отзыв eshitamiz. Oyjonisi, qizingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Qizimda displaziya bor edi. 11 oyligida olib kelganimda o'tira olmasdi. Birinchi kurs olganimda 3-kunda o'tirib boshlagan. Hozir emaklamayotgandi. O'sha massaj olib boshladik, o'zgarish bor, harakat qilyapti. 2-kursimizda olyapmiz. Yaxshi. BBC-ga ham murojaat qilishlaringni taklif qilib qolaman. Sog' bo'linglar, shifoli bo'lsin. Yurib, chopqillab ketsin Sadiya qizimiz. Bizani massaj sentrimizga kelgan onajonlarimiz massaj olish bilan birga ham ma'naviy, ham madaniy hordiqlar olib o'ynab ketishadi.